Instagramda bitta funksiya bor. Bu funksiyani agar biladigan bo'lsangiz, oyiga 10 minglab obunachini hammaga ko'rsatmasdan yig'ish imkoniyatingiz bor. Bu probный rejim, ya'ni trial. Trial funksiyani Instagramda juda ham ko'p odamlar noto'g'ri ishlatadi. Biz именно shu funksiyani ishlab turib, misol uchun Ismoil One PC'ga har oy 10 minglab obunachini prosta tak tekinga mehnatimizni bir necha baravar ko'paytirmasdan olib kiramiz. Bugungi videoda qanaqa qilib shu narsani ishlatishni o'rgataman. Undan tashqari, o'zim keladigan bo'lsa, shu vaqtgacha 300 milliontaga yaqin prosmotrlar qilganmiz. Именно Reels'da targetsiz, blogerlarsiz, hech qanaqa vayensiz, hech qanaqa oldi qochdi gaplarsiz. Hammasi organik, именно ekspert va tadbirkorlarni ko'tarib, xuddi shunaqa rezultatlarga erishganmiz. Bugungi videoda qanaqa bitta dona probный rejim ishlatib, har oy 10 minglab obunachi olib kirish, xudo xolisa to'laqonli ko'rib chiqamiz. Reels Bruno onlayn potokimizda o'tgan safar 100 taga yaqin odam o'qigan bo'lsa, 94 tasi rezultat qilgan va har oy challenge videoyimizda, 30 kunlik challenge videoyimizda har kuni Reels qo'yishgan va Reelsdan tashqari probный rejimni to'g'ri ishlatgan holatda 10 minglab, 5 minglab, kunda 2 minglab obunachi yig'ganlar bor. Именно bitta, ikkita, uchta videolar yordamida. Aynan mana shu narsalarni bugungi videoda tekin o'rganishingiz mumkin. Agarda to'laqonli isam Reels o'rganmoqchiman, Otido kirmoqchiman desangiz, pastda link bor, o'shanga kirib ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, sizga operatorlarimiz to'laqonli aloqaga chiqadi va videoni oxirida men produkt haqida ham to'laqonli sizga informatsiya beraman. Small One PC ekraningizni ko'rib turgan bo'lsa, 107 ming ta auditoriya 10 oy davomida yig'ganmiz va bu auditoriya har oy 200 ming, 300 ming dollarlik kompyuter yo'nalishida sotuvlar olib keladi va bu yerda bizda probный rejimdagi Reels ahvatlarini ko'rsanglar bo'ladi. 100 ming ta ham bor, 5 ming ta ham bor, 7 ming ta ham bor, 300 ming ta ham bor, 40 ming ta ham bor. Har xil ahvatda bor. Ya'ni 100 ming ta ham bor kerak bo'lsa, har xil 200 ming tamiz bor, 162 ming ta, ya'ni bizni davom ettiradigan bo'lsa, bunaqa raqamlarni pokazatili juda ham ko'p. Ammo bugungi videoda qanaqa trial to'g'ri ishlatishni o'rgataman. Probный rejim hammada ochilgan. Hammada ochilmagan bo'lsa, uni prosta Instagramga obnovich qilib o'chirib tashlashingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, boshqachasiga iloji yo'q. Nima qilasiz? Probный rejimda oldin zo'r ishlaydi, nima qilardi? Zo'r uchgan videomizni qaytadan qo'ysa, yana bizani rekomendatsiya chiqazib berardi, yana qo'shimchasiga auditoriya olib keladi. Osonroq tilda tushuntiraman. Misol uchun aytaylik, bizda istalgan videomiz bor. Masalan, Reels vkladkasiga kirdim-da, men qaysidir videomni 1 million prosmotr yig'gan. Aytaylik, 1 million prosmotr yig'gan videoni men statistikasiga kiradigan bo'lsam, menga qancha obunachi olib kirganini ko'raman. 1039 ta obunachi olib kirgan. Bitta video 1000 taga yaqin podpiska olib kelgan. Endi agar men uni trialga qaytadan qo'yadigan bo'lsam va trialda menga qaytadan million prosmotr yoki 500 ming ta yig'ib beradigan bo'lsa, va qo'shimchasiga 500 ta, 600 ta obunachi olib kiradigan bo'lsa, bu tekin PR, tekin reklama. Chunonsidan target emas, bu boshqa narsa emas. Prosta qilayotgan ishingizni ko'paytirmasdan turib, effektivnisi bir necha barobar oshirishga yordam beradigan narsa. Istalgan yo'nalishda ishlatsangiz bo'ladi, istalgan akkauntda ishlatsangiz bo'ladi. Lekin Instagram bu narsani o'zi ham tushunib qoldi. To'g'ri, zo'r narsa chiqargani haqida. Nima qildi? Prosta agar biz bitta Reels olib turib qaytadan qo'yadigan bo'lsak, hech qanaqasiga rekomendatsiya chiqarishni to'xtatib qo'ydi. Ya'ni prosta oladi, eng kam ahvatda, eng past ahvatda trialda ahvat yig'adi va hech qanaqa auditoriya olib kirmaydi. Ammo uni bitta yo'lini o'ylab topdim va o'sha yo'lni biz ishlatamiz. Bu nima deydigan bo'lsak, bizni montajda videolarni boshni o'zgartirishni boshladi. Ya'ni Instagram qanaqa tushunadi? Instagramning o'zini bab algoritmi bor, o'zini raqamlari bor. U nima qiladi? U bilan biladi sizni bitta dona videoni bir xil metrika bilan qo'yganingizni. Chunki unda juda analitika juda kuchli ishlaydi. Siz u videoda qisman bitta ikkita narsalar bor xosini beradigan, o'sha narsani o'zgartiradigan bo'lsangiz, Instagram bilmay qoladi. U videoni o'ylaydiki, u qaytadan bu yangi video yasabdi, bu yangi video qilibdi deb o'ylaydi. Va undan tashqari bemalol o'sha videolarni darshi xuddi biz trialda uchirgandek uchirsangiz bo'ladi. Birinchisi bu hook. Misol uchun aytaman, qurilayotganini ko'rdinglar, ammo Counter Strike deb biroltani o'zi qilishibdi. Ya'ni bo'ldi. Boshiga bir taxminan 3 sekundda pastga chiqayotgan kadr, prosta pastga chiqarmaymiz-da, o'zgartirib tashlasak bo'ladi. Ekspertni o'zi chiqadigan qilib qo'ysak bo'ladi, videoni sal boshqa yo'lga qo'ysak bo'ladi yoki to'laqonli videoni chiqarib turib tekstlarni o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'zgartiradigan narsamiz istalgan uchgan Reels'ni yana qaytadan to'g'irlashni, boshini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu muzika, ya'ni Instagram qatdan ko'proq o'qib oladi. Qachonki muzika bir xil bo'ladigan bo'lsa, Instagram tushunib qoladi. Bitta Reels'ni qayta-qayta qo'yayotganingiz, joy kelsa bitta muzikada qayta-qayta Reels qo'ysangiz, har safar uchayotganini qaysi tur etapda shuni oladi, to'xtatib qo'yadi. Nimaga? Chunki sezib qoladi, imindan qanaqadir darajada cheat kodlar bo'ladi, o'yiladi, xuddi shunaqa narsa ishlatayotganingiz. O'shaning uchun ikkinchi o'rinda muzikani alishtirishingiz kerak. Ya'ni birinchi o'rinda biz videoni boshini alishtiradigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda muzika, uchinchi o'rinda agar bu ham bo'lmaydigan bo'lsa, montajni ozgina podxodni o'zgartirsangiz bo'ladi. Bundan oldingi videoda biz qanaqa montajyorga to'g'ri tezib berishni o'rgandik. O'sha videoga qaytadan kirib, qanaqa berishni o'rganib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 3 ta harakat bilan biz istalgan uchgan Reels'imizni
Prosta qaytadan to'g'rilaymiz va zo'r rekomendatsiyaga olib chiqsak bo'ladi. Yo'qida mana shu ishlatayotgan keyingi metod bor. Ya'ni men loyihalarda nima ishlatyapman? Har bitta syomka qilayotganimizda bizni 5 xil hook olamiz, 5 xil o'zgartirish qo'yamiz. Ya'ni 5 xil call to action, 5 xil hook qo'yamiz. Misol uchun men bu yerda gapiryapman, dunyodagi eng ko'p o'yinni pul tikkan odam deyapman, bu bitta alohida hook. Endi aytaman, mana shu 13 yoshli bola 1 million dollarga yaqin prosta o'yinga tikib olgan. Bu ikkinchi hook. Mana shu voyaga yetmagan bola почти bitta 3 ta yelik pulini bitta o'yinga tikib olgan odam. Ya'ni ma'no o'zgarmayapti. Prosta men bitta videoni olaman, 3 xil hook qo'yaman. Istalgan yo'nalishga xuddi shunaqa qilsak bo'ladi. Prosta nima qilamiz? Xos syomka qilayotgan bo'lsak, klient bilan ham xuddi shunaqa syomka qilayotgan bo'lsak, o'sha paytda prosta biz olamiz, 3 xil hookni ishlatib ko'ramiz. Ya'ni biz oldindan tayyorgarchilik ko'ramiz, ya'ni 5 tami, 6 tami, 3 tami hook olamiz deb, masalan, video boshlanishidan oldin ekspert oladi, uchalasini alohida o'qib beradi. Va biz montajyorga berayotganda bitta umumiy montajimiz bor. Bo'l, keyingisini ham shunday olamiz, o'zgartiramiz. Ya'ni boshini boshqacha bo'ladi, boshqacha boshlanadi va muzikasi o'zgaradi va uchinchisini ham boshi boshqacha boshlanadi va muzikasi o'zgaradi. Va kerak bo'lsa oxirida call to action, ya'ni menga obuna bo'ling degan joyi ham o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni bizda eng xitr yo'llardan bittasi prosta hech qanaqa harakatlarsiz, prosta montajni o'zgartirsak bo'ladi. Ikkinchisi syomkada ozgina mehr berib turib qilsak bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, prosta tasavvur qiling, bitta videoyingiz 10 mingtalab, 20 mingtalab auditoriya olib kiryapti. Xuddi shu videoga yaqin video qilsangiz nimaga rekomendatsiya chiqmaydi deb o'ylaysiz? Ya'ni 100% o'ylayman chiqadi va u narsa odamlarga har doim qiziq bo'ladi. Endi 3-chi yo'li bor. 3-chi yo'li bu nima? Istalgan testli narsani probni rejimda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni men misol uchun probni rejim qilishdan oldin nima qilaman? Kameraga kiraman, qanaqadir gaplarim kirib 0.5 ga qo'yaman-da, kamerada o'sha gaplarimni yoritib berishga harakat qilaman va u narsani trialga qo'yaman. Va buni men misol uchun sizlarga ko'rsataman. To'shto oxirgi marta nima kontent qilganim. Prosta oylik tarqatayotganda shu narsa hayolim kelib qoldi va xuddi shuni oldim. Hech qanaqa montajsiz, hech qanaqa muzikasiz qo'yib 15,5 mingta prosmotr. Yo'q joydan bu 2 minutda olingan video uchun bu juda yaxshi prosmotr. Ya'ni yaxshisi bo'ladimi? Bo'ladi. Ozgina mehr berish kerak. Yosh tadbirkor bo'lishi bitta plus minus tomonlari shuncha oylik ham tarqatishingiz kerak. Ya'ni yaxshi pul topishingizdan qat'iy nazar, baribir harakat qilish kerak. Komanda ham yaxshi pul topish kerak. Bizda 20-da biz Ya'ni bu yerda oylik tarqatish haqida gapirganman. 39 ta podpiska ekan. Prosta 2 minutlik video uchun. Nechun 39 ta bu qadrli podpiskalar. O'rtacha bozor bo'yicha qaraydigan bo'lsa, bitta podpiska narxi 50 sent, 60 sent. 60 sent degani taxminan 6 ming so'm, 7 ming so'm degani. Ya'ni prosta 40 ga ko'paytirib oladigan bo'lsa, ya'ni yo'q joydan pul ishladim deganda. Chunki qancha ko'p auditoriyangiz bo'lsa, shuncha ko'p sizga bu anaqa olib keladi, daromad olib keladi. Xuddi shunga o'xshagan narsalarni juda ham ko'p ishlataman. Ya'ni men bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma bir qo'ygan reelslarimni o'zgartirib qo'yganman. Bitta dona Amirsoyda u ham xuddi shunaqa 1 minutda prosta video olgan va 300 mingta prosmotr bo'lib ketgan. Rizada qorda botib qoldim. 1 metrlik qor. Ya'ni prosta prямо qorda botib qolib, o'zim yo'qotib qo'yganimda video olganman, 105 ta podpiska kelgan. Zo'rku bu. Prosta itak yuribsiz, itak o'sha hayotda yashayapsiz. Prosta qaysidir momentda hamma auditoriyangizga olib chiqishingiz kelmayapti. Uyalyapsiz, qo'ygingiz kelmayapti, olib chiqishingiz kelmayapti. Xuddi shunaqa payt olasiz. Bunda kamerani yoqib, o'sha joyda istalgan narsangizni gapirib, prosta probniy rejimda o'sha narsani test qilib olsangiz bo'ladi. Smoylikda ham bu narsani biz ko'p qilamiz. Ya'ni qanaqadir videoda bunaqa gapirib beradilar. Skilllar, menga skilllar muhim emas dedilar. 2,5 ming dollarlik skilllar uni o'rniga kompyuterga bo'ldi. Prosta olamiz, qattindir o'zgartiramiz, qattindir olib qo'yib yuboramiz, misol uchun. Telegram kanalimiz ochilish munosabati bilan har jumada sizlarga sovg'alar tayyorlab qo'yganman. Har juma. Prosta storiesga qo'yilgan videolarni ham shundoq qo'yib yuboramiz. Bizga qancha auditoriya olib kelishidan qat'iy nazar, bu biz uchun bonus auditoriya. Ya'ni 56 ta podpishik bu bonus auditoriya deb tushuntira oldimmi? Ya'ni istalgan yo'nalishda xuddi shu narsani olib prosta adaptatsiya qilsak bo'ladi. Endi masalan 390 mingta prosmotr qilgan videoning statistikasini ko'raylik. 910 ta podpishkda, ya'ni bu juda zo'r. Mana shunaqadan bir 10 ta qilsa, ya'ni har oy bizda 10 mingta podpishkimiz bor-da. Eshitilishi, g'alati eshitilishi mumkin, lekin ishonavering, prosta olib o'zingizga odat shaklida qilishni boshlaydigan bo'lsangiz, bundan oson narsa yo'q. Tushunishingiz uchun, ya'ni bitta akkaunt bor, Toshto Tohirov, o'zingizlar ko'rgansizlar, oddiy dumaloq videolar olib chiqadi. U ham ishoninglar, probniy rejimda juda ham ko'p bu bola narsalarni test qiladi. Probniy rejimda uchgan videolarni keyin katta videoga qo'yadi. Tushuntira oldimmi? Nima qilsangiz bo'ladi? Bu yerda ham bitta xitri yo'li bor. Toshto men video olmadim, nimadir mavzu haqida gapirdim. Probniy rejimda menda 300 mingta prosmotrga, bundan olaman deb setkaga o'tkazib qo'yaman. Ya'ni profilimni ko'rinadigan qilib qo'yaman, bo'ldi. Qolgan payt probniy rejim o'zi turadigan bo'lsa, hech qanaqasiga akkauntingiz kirgan odam u reels ham topa olmaydi, u kontentni ham topa olmaydi. Xuddi shu 3 ta ketma-ketlikda yig'sangiz bo'ladi. Birinchisi boshdan qaytaramiz. To'shto, bor videoni o'zgartirsangiz bo'ladi. Montajni, muzikasini, boshli video roliklarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi bir nechta joylarni o'zgartirasiz, hook ko'proq olasiz, call to action o'zgartirasiz.
Uchinchisi istalgan yo'nalishda prosta telefonning o'zida hech qanaqa montajlash, xuddi tekst ustiga, bunday tekst video ustiga tekst yozib qo'ygandagi любой narsani test qilsangiz bo'ladi. Mana shu 3 ta narsa bilan prosta har kuni 3 ta trial qo'ying bo'ldi. 3 ta. Prям qiyin emas. Nimadir ideyalarni oling, har kuni prosta 3 ta video qo'ying. Har bittasini eng kam holatda 100 tadan obunachi olib kelgan, 50 tadan obunachi olib kirgan holatda ham 150 ta kamida kirib turadi. Bir oydan 4,5 mingta podpishkangiz bor degan. Bu eng yomon holatda, eng uchmadim degan holatda, eng o'ldim degan holatda. Lekin hatto bu 10 tasi mingtadan auditoriya olib kirish boshlaydigan bo'lsa, siz o'ylayvering, to'shdan eng kamida 10 mingta auditoriyangiz bor, eng kamida yo'q joydan 10 mingta auditoriyangiz kelyapti. Undan tashqari katta akkauntga qo'yayotgan videolaringiz ham yana auditoriya keladi. Shunaqa qilib siz obunachilaringizni Instagramda ko'paytirsangiz bo'ladi va shunday qilib siz o'zingiz brendingizni tanitib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari uchmagan videolar bor. Harakat qilib ko'rgansiz uchmagan. O'sha narsani qaytadan qo'ysa bo'ladi. Misol uchun aytaman, Suhrob degan o'quvchimiz bor. Asoschilar podkastida akkauntini yuritishadi. O'sha yerda qaysidir videolar birinchi marta qo'yilganda 20 mingta, 10 mingta, 5 mingtani shunga o'xshagan kam axvatlaydigan holatda prosta matnni o'zgartirganini, ya'ni mana bu yerda zagolovkani o'zgartirgan holatda millionlab prosmotrlarni o'sha trialda yig'ishgan. Katta 10 minglab obunachilarni trialdan olib kirishgan. Trial shunaqa zo'r narsaki, xuddi ishonavering, chernovik variant. Xohlagan narsangizni chizasiz, o'xshasa o'xshadi, o'xshasa bu zo'r, o'xshamagan holatda ham hech kim bu narsani ko'rmaydi. Agar xuddi shu metodikalarni yana chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, yana chuqur Reels o'rganmoqchiman, qanaqa auditoriya yig'ishni o'rganaman, qanaqa bu orqali daromad qilishni, qanaqa Reels'da olib kelayotgan obunachilarimni sotuvga o'zgartirsam bo'ladi va qanaqa obunachilarni har oy olib kirsam bo'ladi. Sizni Reels 2.0 onlayn potokga taklif qilaman. 2 oyga yaqin darslik, 30 kunlik orasida challenge'larimiz ham bor. Ya'ni 2 oy dars o'rganishingizdan tashqari biz sizni 30 kun davomida har kuni video qo'yishga majburlaymiz. Agar o'shandan muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsangiz, ishonavering, eng yomon holatda 5 mingta, eng yaxshi holatda 20 mingta, 30 mingtalar obunachi yig'ib ketishingiz mumkin. O'tgan challenge'imizda ham 70 ta yaqin odam qatnashgan. Kimdirlar chexollarni uch sottirib tashadi, kimdirlar o'zi auditoriya yig'ib tashadi, kimdirlar klient oldi, kimdirlar o'zini proyektlarida katta rezultatlar qildi. Hammada juda ham manfaatli ishlar. Chunki odamzod baribir dangasa. Biz challenge spesialni qilganmiz. O'rganayotgan narsangizni momentalni challenge da har kuni ishlatishga imkoniyatingiz bo'ladi. Undan tashqari har bitta proyektda biz rezultatlar qilayotganimizni, biz mana shunaqa obunachi olib kirayotganimizni, hamma sirlarini ochiqchasiga onlayn platformada hammasini yoyib berganmiz. Undan tashqari sizga alohida kuratorlar beramiz. Xuddi shu bizdagi rezultat qilayotgan, biz bilan ishlayotgan bolalar. Ular sizga to'laqonli, qayerda xato qilasiz, qayerda kamchiligingiz bor, nimani to'g'rilashingiz kerak, nimani ustida ko'proq ishlashingiz kerak, hammasi bo'yicha sizga konsultatsiya berib boradi va sizni to'laqonli rezultatga chiqishingizgacha podдержка qiladi kurs davomida. To'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link orqali o'tasiz, hamma ma'lumotingizni qoldirasiz, call centerlik qizlar sizga aloqaga chiqishadi, to'laqonli ma'lumot berishadi, narxlari, tariflari, hamma narsasi bo'yicha to'g'ri keladigan bo'lsa qo'shilsangiz, Reels 2.0 da xudo xolasa birga ko'rish nasib qiladi. Ungacha YouTube kanalida video yoqgan bo'lsa, like bosib qo'ying va obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bu yog'iga biz xuddi shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni imенно kontent yo'nalishi bo'yicha ko'paytirib boramiz.